Dasturimiz ketma-ketligida davom etamiz. Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan Sharof Rashidov tumanida dala cheti madaniyati tamoyili asosida seminar bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Sharof Rashidov tumani dala chetlari, kanallar sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlarining atroflarida obodonlashtirish, ko'chat ekish va yer resurslaridan samarali foydalanish ishlarini tezkor tashkil etish masalalariga bag'ishlangan amaliy seminar o'tkazildi. Seminar belgilangan grafik asosida tashkil etilib, unda Zarbdor va Paxtakor tumanlari, fermer hamda dehqon xo'jaliklari vakillari ham ishtirok etdilar. Tadbirda tuman hokimligi, qishloq xo'jaligi bo'limi, O'zagro inspeksiya, suv xo'jaligi va ekologiya bo'limlari mas'ullari, shuningdek, fermer va dehqon xo'jaliklari rahbarlari hamda boshqa yerdan foydalanuvchilar qatnashdilar. Seminarda dala chetlari va kollektor drenaj tarmoqlari atroflarini obodonlashtirish, 90 bosti ekinlarni ekish, qurib qolgan ko'chatlarni qayta tiklash va suv sig'imlarini o'rnatish, ekin maydonlarini begona o't va hashaklardan tozalash, tadbirkorlik subyektlari bilan hamkorlikda urug' va ko'chat yetishtirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga yo'naltirilgan imtiyozli kreditlar berish tartibi, dala chetlaridan samarali foydalanish holatida beriladigan imtiyozlar va subsidiyalar, shuningdek foydalanilganda qo'llaniladigan ta'sir choralari haqida batafsil tushuntirishlar berildi. O'simliklar karantini va himoyasi Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan dala chetlariga ekiladigan mevali ko'chatlar, ularning orasiga ekiladigan 90 bosti ekinlar ekilish bo'yicha tumanlar kesimida, fermer xo'jaliklari kesimida rejalar ishlab chiqildi. Fermerlar kengashi tomonidan bir qator imtiyozli kreditlar mavjud. U imtiyozli kreditlardan foydalanish, mana shu inventiro usulida yetishtirilgan mevali ko'chatlarni 50% miqdorida har bir ko'chat uchun 25 ming so'mdan oshmagan miqdorda subsidiyalar ajratilishi qarorda imtiyoz qilib berilgan. Hurmatli Prezidentimizning 2024-yil 30-dekabrdagi 465-sonli qarori bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda dala chetidagi bo'sh turgan maydon, kollektor drenaj atrofidagi bo'sh maydonlarga ko'chat hamda uning tagiga 90 bosti ekish bo'yicha mana bugun Jizzax viloyatining seminari bo'lib o'tdi. Ushbu seminarda dala chetiga qanday tarzda ko'chat ekish, bundan tashqari tagiga 90 bosti ekinlarni joylashtirish bo'yicha barcha ma'lumotlar berildi. Tadbir yakunida mutasaddilar tomonidan dala chetlarida madaniy muhitni yaratish, ekologik tozalikni ta'minlash va yer resurslaridan oqilona foydalanish borasida aniq vazifalar belgilab olindi.